mahallada bunaqa qiladi, oborib uyidan joy berib, o'sha yerga maktab ochishib, o'sha hayotning asosiy ma'nosi nimada? Asarda demak ikki kishi orasida bu ko'chma ma'noda berilgan tug'ilishdan boshlab o'limgacha bo'lgan oraliqda inson o'zidan keyin qoldirishga asarda inson qadri qachon bilinadi? Urushdagi qiyin paytlarda. G'amga tushib qoladi, o'ylanib o'sha paytga tushib qoladi. Kimdir haligi shukronalik hissiga keladi. Asarning asosiy